Mani ismim Ziyoda, The Group Developer kompaniyasi sotuv bo'limi rahbariman. Sotuv sferasida deyarli ancha yillardan beri ishlaganim uchun ko'pchilik o'ylaydi, yaxshigina mahsulot, yaxshi lokatsiyani o'zi yetarli deb. Aslida esa qurilishi sifatliligi va yana eng muhimi professional mutaxassis o'zini ishini ideal ravishda, ya'ni klientlar bilan o'sha klientlarni zaversheniyaga, do'g'rigacha olib bora olishi bu eng katta fishka. Masalan, menda tajribamda juda ko'p holatlar bo'ladi. Aynan kompaniyaga emas, menda bu fishkani ko'p savol berganimda, novostroyka bilan do'konni farqi qancha daromad olib kelishini hisoblab, ularni doimiy sifralar bilan aytganimda, mijozlar, investorlar shu asosida do'kon sotib olishgacha yetib kelishgan. Ko'plab mijozlar sotuvchiga ishongani uchun kompaniyaga pul olib kirishadi. Buni sababi shuning uchun ham aytib o'tyapman, professional mutaxassis kerak kompaniyalarga. Masalan, ko'p holatlar bo'lgan, menda mijozlar kelib do'kon olishimizga nimaga olamiz deganda tayyor arendatori bor deganman, lekin tan olib aytaman, u paytda arendator hali yo'q edi. Lekin protsessda men o'zimga uveren bo'lib ishonib, shu klientga birinchi o'rinda protsess bo'yicha do'kon sotdim. Keyin xuddi o'zim ishongandek arendator ham topib oldim. Ko'plab prodajniklarning xatosi mijozni ko'rganda ular faqat pul ko'radi, daromad ko'radi, bonus ko'radi. Ularga qancha foyda marja keltiradi, shu do'kon sotib olsam degan savol o'ziga bersa, pul emas, ularga qancha foyda olib kelishi haqida o'ylasa, ularga to'g'ri maslahat berib, yo'naltirsa, daromadni aniq sifralar bilan hisoblab bersa, masalan, men shu etapda qanaqa yuritaman, kvartira olganda qancha o'zini etaplari bor, masalan, remontli, qatlamon holatida olib, nedvijkaga remontiga pul ketkazamizda. Do'konda bunaqa narsalarni o'ylamaymiz. Do'konni mana olinadi, faqat arendator tayyor do'konni olib remont qilishadi. Biz tayyor biznes plani bilan sotyapmiz. Shu narsalar bizda juda muhim. Boshqa do'kon sotib olgan arendatorlar ko'plab joylarda kuzatganman, eshitganman. Ular do'konga arendaga o'tirganda arenda pulini to'lashadi, boshqa bir investorlarning hisobiga tushadi ularning pullari. Bizda shunaqa imkoniyatlar ham bor, shunaqa plyus taraflar bor arendatorlar uchun. Hamma do'konni ochiq qilib aytganda sotish plan emas. Biz avvalo boshidan hamma do'konni ham sotmaymiz. Bizani как TPG kompaniyasini o'zida qoladigan do'konlarni maslahat beraman. Arendatorlarga shularga oyma-oy ham to'lab, arenda pulini to'lab borishadi, ham doimiy ravishda keyinchalik shu do'konligini o'ziga sotib olishi ham mumkin. Bu degani o'zini o'zi do'konni qoplaydi. Ko'plab uchredитель, застройщикlar bilan shuncha yillar davomida ishlab kelgan bo'lsam, meni ko'p rahbarlar qo'llab-quvvatlaydi. Gapimni hozir eshitib to'g'ri tushunishadi degan umiddaman. Ko'p uchreditellar meni bir xil vaziyatlarda tushunishmagan, qo'llab-quvvatlashmagan, jahliga chiqishgan, chunki men har doim mijoz taraf bo'lardim. Mijoz nima xolayapti? Mijozni bo'llari. Mana hozirgi kunda Jomiy Mallga nimaga buni aynan bog'lamoqchiman. Jomiy Mallga kelgan mijozlar, arendatorlarning ayniqsa juda ham ko'p bo'llari bor. Ko'plar ularni pullarini olib, do'g'irlab berib, aldab ketishgan, haydab borishgan, даже investorlarning o'zligi ham ma'lum bir muddat o'tib, ularni chiqarib yuborishgan do'kondan. Shunaqa holatlar bizda umuman bo'lmaydi, chunki buni men hammasini do'g'riga kiritganman. Bizda fishkada mana shu imенно punktni men ochib ayta olaman. Bizga kirgan arendatorlar doimiy, ishonchli va komfortga ega bo'ladi. Kirishdan oldin bu qo'ligida do'g'rida уже hammasi ko'rsatiladi. Bizda asosan juda ham kuchli segmentatsiyalar bor. Aynan o'sha o'zim ustida ishlaganman. Tartib yuqori o'rinda turadi. Jomiy Mallda etajlarga, segmentatsiyalarga bo'lingan. Har bitta do'kon yuradi bizda, buni uveren bo'lib aytaman. Misol uchun menga Dyson kerak bo'lsa, men 4-etajga ham ko'tarilaman. Mijozni kelayotgan bizga klientlarni xohish istaklariga ko'ra, как biz upravляющий kompaniya ularga liftlarni oldida qaysi etajda kimning do'koni bor, hammasini ko'rsatib o'tamiz. Jomiy Mallga kelgan deyarli hamma klientlar mendan so'raydi. Birinchi etaj, ikkinchi etaj olsam yuradimi, uchinchi etaj olsam yuradimi? Ko'plar o'ylaydi, faqat birinchi etaj yuradi, tepa qavatlar yurmaydi. Yo'q, aslida bizda hamma etaj yuradi, chunki atiga 300 tagina yaqin do'konimiz bor Jomiy Mallda. Unga boshqacha komfortlar bor. Masalan, shuning uchun ham aytib o'tdim, avvalida Dyson kerak bo'lsa, menga
man 2-chi etajga ham 3-chi etajga ham ko'tarilaman. Har bitta mijozga qaysi mahsulot imini kerak, bizani upravляющий kompaniya tomonidan kimda qaysi do'konda nima mahsulot sotilishi reklamalari ketadi. Shu asosda mijoz o'ziga kerakli bo'lgan do'konga boradi. Katta byudjetli bo'lgan yo'lda o'sha summalarni olib qochib ketishgan chet elga. Toshkentda biz sotganmiz, da. Katta ishonchli kompaniya, который 5 ta dokumenti hammasi joyida. Men xudoga yoqqan xislatim bor ekan, o'sha paytda odamlar ruxsat bermaganlar, direktor bo'lmaysan, hech qanaqa dokumentga qo'l qo'ymaysan deganlari menga plyusga o'ynagan. Shuning uchun u paytida hozirdagi bunaqa ko'p novostroykalar bo'lmaganda, o'sha paytdan muammo boshlangan. Bu men ishlagan kompaniyada bo'lmadi, deyarli 70% hozir nomlarini aytmayman kompaniyalarni. Menga keyin telefon qilishadi. O'shuning uchun juda ham ehtiyot bo'lishingni so'rayman. Novostroykadan o'zim charchab ketganman. 70% ishonchli emas deb ayta olmayman, bemalol. Chunki faqat qurilishdan ham ko'ra ko'proq pul topishadi. Qurilishni unutib qo'yadigan застройщикlar ko'payib ketdi, afsuski. Shu narsadan charchaganim uchun novostroykadan kechib, nejiloyga o'zim urdim, ochiqcha aytsa. Ish tajribam eng birinchisi ishlaganimda 1 oyda 8 ta sotuv qilganman. Srazu meni 1 oydan keyin rukovodитель отдел продажи lavozimiga qilib qo'yishgan. Sotuvga kelganman oddiy menejer bo'lib, 1 oydan keyin rezultatimga qarab, o'sha srazu meni sotuv bo'limi rahbari qilib belgilab qo'yishdi. Shundan boshlab o'zimni komandam bilan ishlashni boshlaganman. U yillari bunaqa darajada Toshkentda novostroykalar har qadamda qurilishlar yo'q edi. Hozir mana raqobatchilar ko'payib ketdi. Bu narsa ham menga boshqacha motivatsiya beradi. Ajiotaj qancha ko'p bo'lsa, meni yana ham ishlagim, yana ham sotgim keladi. Yana yengilliklarning ustida rivojlanish men o'zimga ham juda ham qiziq. Meni mijozlarga katta iltimosim bor. Do'konmi, uyimni, kvartiramni sotayotganinglarda o'sha sotuv bo'limiga tashrif buyurganinglarda sotuvchidan xafa bo'lmasliginglarni so'rayman. Ularni aybdor qilmasliginglarni so'rayman. Chunki masalan, korzinkadan kirib biror bitta mahsulot olsanglar, ichidan yomon produkt chiqsa, sifatsiz chiqsa, u sotuvchi aybdor bo'lmaydi-ku. Xuddi shunaqa narsa do'kon sotib olganinglarda ham, kvartira sotib olganinglarda ham ro'y beradi. Buni men 10 yildan beri kvartira sotayotgan sotuvchi sifatida aytyapman hozir. Bu narsani ko'plar o'ylashadi. Sotuvchiga pul olib keldim, sotuvchi menga sotdi, sotuvchi aybdor. Shu narsani bunaqa o'ylamasliginglarni iltimos qilib qolardim. Men yosh kadrlarga, mutaxassislarga maslahat beraman. Ular eng birinchi avvalo bo'lib o'sha kompaniyani dokumentlarini, 5 ta dokumentlarni o'rganib chiqishligi, kamida uchredитель ularga xarakter jihatidan mos kelishi, bir-birini eshita bilishi muhim deb o'ylayman. Bu juda ham eng avvalo xalqqa eshitsa, mijozlarning har bittasini xalqqa eshita bilsa, u haqiqiy продажник, o'zini ishini ustasi bo'lib yetishishiga men ishonaman. Meni shu darajaga yetib kelishimga meni komandam, ustozlarim, ular bitta emas, bir nechtalab ustozlarim bor. Hozirgi kungacha ham bizga gaplashib turamiz, maslahatlashib turamiz. Katta kichkina возраст o'ynamaydi bu yoqda. Maslahatlashib kelamiz hozirgi kungacha. Komanda bo'lib ishlashni bilganim meni ko'plab yutuqlarga erishishimga sabab bo'lgan. Qizg'anchimasligim, komanda bilan bo'lisha olishni bilishim, emotsiya ko'rsatmasligim kerak paytida, ularni tushunishim, qo'llab-quvvatlashni bilishim deb o'ylayman. Jomi Molda o'zim yiqqan mehribon o'sha komandam bor, ucheniklarim bor, qizlarim bor, yordam berib turadigan. Bizda Jomi Molda eng menga yoqadigan narsa sani ishing, meni ishim degan sansalarchilik yo'q, kibr yo'q. Men robman, men bu ishni qilmayman, vazifamni qilmayman degan narsa meni o'zimda ham yo'q. Xuddi shunaqa narsa aytadi-ku, kamida o'zingdek bo'lsin komandang deb. Har bittamizda shunaqa funksiya yoqilgan. Qo'limizdan nimaki yordam kerak bo'lsa, klientlarga bo'ladimi, shu hammasini biz ishlatamiz. Direktorimiz ham eng avvalo oqko'ngil, bizdan-da mehribon, bizdan ham hamma klientlarga, mijozlarga ochiq inson. Ular sababli ham biz hozir kundan kunga yengilliklarning ustida rivojlanyapmiz, o'syapmiz, o'rganyapmiz. Bizda oddiy xodimlardan boshlab eng главный direktorimiz, uchreditelimiz Habibullah Pirzadi ham injenerlar o'zi aslida har bitta bizda ishlaydigan mutaxassis bo'ladimi, direktormi, hammasi qurilish o'zgachaligini asosiy siri ham shunda deb bilaman. Planlashtirish, rejalashtirish, professional ravishda ishlashni juda ham yaxshi bilamiz. Bizda injeneriya alohida ahamiyatga ega, qurilishlar ham o'ziga xos, komfort juda ham yuqori
уровеньda hozirgi kunda qurilishi ham ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham katta resurslar, mablag'lar, energiyalar ajratilgan. Buni orqasida komandamizni, injenerlarimizni mehnati yotibdi. Har bitta xodim Jami Mallda professional, o'zini ishini ustalari. Mijozlarimizga -1, -2 da parkovkalar bor bizda bepul. Ularga hozir Brooklyn moykasini qo'shimcha olib kiryapmiz. Jami Mallda orqa qismida ham katta yengillik kutyapti mijozlarimizni hozirgi kunda uni ustida ishlayapmiz. Direktorimiz bu Jami Mallga juda ham katta tajribalar bilan kirib kelganlar. Ularning chet elda ko'plab bizneslari bor, недвижимостлari bor. 1-2 yildan keyin bizda недвижимость sohasini ham ochish rejamizda bor. Direktorimizni Dubayda, Germaniyada ko'plab chet el nuqtalarida zavodlari, ko'plab biznes joylari bor. Ular bu yerga shu konsepsiyalarni, shu yangiliklarni olib kirganlar. Aynan Jami Mall ochkunlariga qadar ular qo'llarida 4000 taga yaqin ishchilar ishlab keladi haligacha. Aytmoqchi bo'lganim, ularda ish tajribalari, opit yuqori darajada. Men hozir bugun shu intervyudan maqsadim Jami Mall haqida qisqacha bo'lsa ham sizlarga har kuni ishlab kelayotgan nyuanslarim, ish jarayonlarimdan lavhacha deymanmi, bizani haqida sizlar bilishinglar uchun ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qildim. O'zi Jami Mall deganda erkaklar tushunadi, что именно lokatsiyani o'zi строительный joy tanlangan. Kelgusida hech kim o'rizorga borib qiynalmasligi uchun ham hamma komfortli, bizda уже yetarli. Строительный do'konlar, hamma sharoitlar, brendovskiy katta kompaniyalarni olib kirganmiz. Bugun shu hamma informatsiyalarni shu ma'noda aytib o'tibmanki, meni ko'zim bilan qaraganda Jami Mall qanaqa darajada, qanaqa urovengga yetib kelgan, kelgusida qanaqa planlarimiz borligini qisqacha yetkazib bermoqchiman. Men bilan birgalikda kelgusidagi Jami Mall haqida yangiliklarni batafsil bilish uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammalarga rahmat.